Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari. Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yangi turdagi akalar Rato 15 ot kuchli motoblogimiz optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi bilan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Hozir robitadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga narx-navolarni chiroq narxlarda qilib boshqa motobloglardan ustun jihatlarni sizlarga tanishtirib, tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda akalar motorlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Motorlari benzin motor 190 motorlar bilan jihozlangan, ko'rishlari mumkin. O'zida statorlari bor, benzin baklari 5 litrli motorlarni ko'rishlari mumkin. 190 15 ot kuchli motoblogimiz. Xo'p, kechqurun ham ishlatish uchun mo'ljallangan, 4 tali LED oq faralari bilan jihozlangan. O'zliqlari akalar maslinli o'zliqdan bo'ladi. Yarim qilib avtol quyib ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Akalar, xohlasanglar stator orqali kalitda, xohlasanglar ruchni tortib ham yurgizishlari mumkin. Balonlari akalar yumshoq, Cherokee 612 miyaki balonlar bilan jihozlangan. Turgan joyida 180 gradusga aylanadi akalar. Birsa buloq haydasalaring ham yerda ichida ham umuman muammo bo'lmaydi. Rollar uzun qilib ishlangan hisobiga sizlarga jatka yoki da boshqa narsalar sunuka qilib ishlatgani qulay holatda. Keyin aksariyat motoblogimizga sinadigan varianti bittali palisli bo'ladi, 3 tali palisli bo'ladi. Akalar, bular 3 tali katta palislar bilan jihozlangan. Qishloq xo'jaliklari ham, reduktorlari ham katta, eng katta reduktorlar bilan jihozlangan. Balonlarini oralig'i ham tayyor moslangan holatda bo'ladi. Skorslari ham temirli skorsda ko'rishlari mumkin. Sifatlari o'ta a'lo darajada. 1 yildan garantiyalanib beramiz. Ukam, bular benzin rasxodi qancha degan akalarim uchun soatiga nagurskiy holatda 1 litr 200 gacha bor nagurskiy holatda rasxod qilib beradi. Komplektidan nima chiqadi degan akalarimiz uchun komplektidan akalar 5 qatorli original mana pechatli frezalarni komplekt qilib qo'shib beramiz. Bitta olganda 120, 110 joyda bemalol haydab ketish uchun mo'ljallangan. Bugun bizga narxi qiziq degan akalarimiz uchun narxi 7 million 600 ming so'm. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan bo'lsangiz, narx-navosini chiroq narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda agrotexnikalar do'koni, dastavkalar kelishgan holatda bor. Xo'p, to'liqroq ma'lumotini pastda nomerlarga qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, berib o'tib ketamiz. Sifatlari, garantiyalarni beriladi. Turgan joyida aylanish uchun mo'ljallangan. Upakovka holatda so'raganlarga upakovka, yig'ilgan holatda so'raganlarga yig'ilgan holatda bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. 1 yildan garantiyalari bilan qilib beramiz. Mana upakovka holatda, bu yig'ilgan holatdagi variantda telefon qilaverasizlar.